O'zbekiston pensionerlari, pensiya oluvchi fuqarolar darhol xabardor bo'ling. Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarda kutilmagan xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. O'qituvchi va bog'cha tarbiyachilarining oylik maoshi ham oshiriladi. Maktab va maktabgacha ta'lim pedagog xodimlarining o'rtacha ish haqqi 2 barobarga oshiriladi. Muhokama uchun e'lon qilingan prezident farmoni loyihasiga asosan pedagog kadrlar maqomini oshirish, ularning bilimi va malakasini xalqaro standartlarga moslashtirish maqsadida 2030-yilgacha maktabgacha ta'lim tashkilotlari va umumiy o'rta ta'lim muassasalari pedagog xodimlarining o'rtacha ish haqqi 2 barobarga oshiriladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari va umumiy o'rta ta'lim muassasalari xodimlarining malakasi uzluksiz oshirish orqali 500 ming nafar pedagog kadrlarni qamrab oladi. Ehtiyoji yuqori bo'lgan yo'nalishlar va olis hududlardagi abituriyentlar uchun pedagogik ta'lim yo'nalishlari bo'yicha davlat granti asosida tayyorlangan kadrlar ulushini 17% ga yetkazilishi reja qilinmoqda, deyiladi xabarda. Videoroliklarimiz keng tarqalib, barchaga e'tiborishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.